Matiz mashinamizga dvorniy superligi bilan maliya laboratoriyaga qo'yib beramiz. Bir sizlarga tushuntirib ketaman buni qanaqa qo'llashni. Birinchi gitarani perdaliga olamiz. Hop, siyoh rang sim bilan jigarrang simni mana mana shu poложениеda qoldirasizlar. O'zi bu ham bu pinda bo'lmaydi. Jigarrang bu yerda bo'ladi, o'rtada siyoh rang yonida bo'ladi. Siyoh rang bilan jigarrangni sakratamiz bitta pinga. O'rtaga bitta nakonechni yasab olamiz. Hop, keyin mana men ko'k sim bilan bu yoq o'ng taraf burchakda ikkita simni joyini almashtirib olamiz. Ko'k o'ng tarafda edi, yashil chap tarafda edi. Shuni o'rnini almashadi. Bo'ldi. Hop, bu yerda oddiy qilib tushuntiraman. 5 tali razyon stekerdan olganmiz. Mana bu bitta dona turgani poyga o'rtadagi nakonechligimizni olib chiqib olamiz. Hop, endi tushuntirish osonroq yo'li 87 razyon deydi. 87 ni через zamokka berasizlar. 85 cha minusga berasizlar. 86 ni hop, mana bu yerda suv sepagoni qizil simi bor. Shu qizil simga yo'laysizlar. Qizil sim chap tomon pastda bo'ladi. Hop. 30 bilan 87 A qolyapti. Ko'k simni uzasizlar. Motorga ketayotgani mana motorga ketayotgani ko'k tepada bo'lsa 87 A ga ulanadi. Hop, 30 ga gitaraga ketayotgani ulanadi. Oddiy, eng sodda yo'li shu. Bu damazda chiqayotgan maliya laboratoriyalar matiznik bilan bir xil bo'ladi. Shuni qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Ishlatamiz. To'xtab ishlaygani. Hop, endi suv sepganda ishlaganini ko'ramiz. Hop, dalli. Mana shu holatda ulasanglar, xudo xolasa. Osonroq yo'li bu. Podrobni yana shpargalka qo'ysanglar bo'ladi o'zingizlar uchun. Kam qo'yilgan narsa esdan chiqib qoladi. Sodda tushuntirganda shuni qo'ygan yaxshi.